Qarab, ko'rsat. Xolalaringga ko'rsat. Ana, Xitoy raspakovkasi. Xitoydan kamgina narsa zakaz qildim. Hozir shularni ochib, raspakovkasini birgalikda qilamiz. Qani ketdik. Birinchi tovarim. Shunaqa zo'r narsa, buni qaranglar. Bundan bittagina zakaz qildim. Qanaqa kelishini bilmayman-da. Ular vannada cho'miladi. O'shanga suvda bitta o'zi zerikib qolmasligi uchun mana shunaqa suvga qo'ysanglar, buni qanaqa yoqar ekan? Buni mana bunaqa qilasizlar. Suv otib, bolajoninglar zerikmaydi-da. Bunda yana bitta ikkita zakaz qilsam, 3 ta bo'ladi. Mana. Nima qilasizlar? Sizib yuradi bolanglar, shunda cho'milib o'tiradi, bu yerda sizib yuradi. Keyingisi. Voy, bu zakovka to'lib ketdi uyimizda. Lekin bu mana bunaqa. Ichida nechta ekan? 100 ta ekan. Mana bunaqa. Nima qilasizlar-da, kiydirib qo'yasizlar ovqatlarning ustiga. Вообще удобный narsa. Bunaqa butulka zakaz qildim. Bu уже ikkinchisi. Xuddi shunaqa butulkasi ham bor. Просто mana bu ochilib, yopilayotgan tarafi tushib qolgan, sinib qolgan. Lekin mana bunisi ishoninglar, 100 marta yerga tashlavoradi, kolyaskadan ham tashlavoradi, ovqat yeyotgan stoliga ham tashlavorsa ham sinmaydi. Qanaqa bu nimadan tayyorlangan bilmayman, lekin juda ham mustahkam butulka. Oxirgisi nima ekan? Faqat qizimga narsa zakaz qilibman. Zakovchka. Haligi videolarda ko'rsam havas qilardim-da. Sochini bundoq qilib orqasidan bundoq qilib qo'yadi-ku, kichkinagina qizchalarni. Shunga havas qilib, mana shu zakovkani men zakaz qildim. Hali videosini qo'yaman, orqachasiga bundoq qilib qistirilib turadi-yu. Ana shuni deb men zakaz qildim buni. Ko'ryapsizlarmi asalligini? Voy, buni qaranglar. Shu bilan raspakovkamiz tugadi. Xitoydan kim shunaqa sifatli, arzon narsalarni olish xohlasa, men o'zim Xitoy kursim bor. Xitoy kursimga bemalol yozilsanglar bo'ladi. Xayr qilib qo'y. Kameraga xayr.